Yoshligimda men kasb-hunar kollejida tikuvchilikka o'qiganman. Shu bilan turmush taqozosi bilan turmushga chiqib ketdim. Tikishga sharoitim yo'q edi, anjomlarim yo'q edi. Tikish qila olmasdim. Dalada mehnat qilib yurib, hokim yordamchisiga uchraganimda meni Mo'na markazga o'qishga jo'natishdi. O'zimni malakamni ko'proq oshirib, o'qiganimdan keyin u yoqdan sertifikat oldim. Keyin men o'zimni ishimni yo'lga qo'yib, o'zimga ishonchim ortib, shu tikuvchilik orqasidan bemalol oila ro'zg'orni boqsa bo'lar ekan, o'shalarga ishonch hosil qilganim uchun yana mahalladan kredit oldim. Tikuvchilik orqasidan ishlarimizni yo'lga qo'yib oldik. Intilganga toleri yor deydi-ku, shunga o'xshab hamma bemalol qo'rqmasdan sad bo'lar ekan. Har bir inson o'zi uchun harakat qilsa, hamma narsaga erishar ekan. Shuning uchun hamma harakat qilsin, intilsin, o'zini ishini, rivojini yo'lga qo'ysin.